Shunday qilib mana yana bitta vazifa yakunladik. Vazifamiz mana Boboxon ota masjididan kelgan. Yana bitta narsani aytib o'tmoqchi edim. Inshaalloh niyat qilganman. Masjidlarda, tahoratxonalarida qandaydir muammolar bo'lsa, profilimda nomerim ko'rsatilgan. Telefon qilsanglar kelib, to'g'rilab, hech bo'lmasa yechimini qilib, joy-joyiga qo'yib ketamiz inshaalloh. Hech nima kerak emas. Faqat shu masalani hal qilib beramiz. Toshkent viloyati bo'ylab hal qilib beramiz. Uzoqroq bo'lsa, o'sha sheriklarni, tanishlarni yordamga chaqiramiz inshaalloh. Tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Savobga sherik bo'linglar. Kelayotgan Ramazon oyinglar muborak bo'lsin.